Xo'p, so'z yodlashning o'zi bir nechta turlari bor. Misol uchun flashkart orqali yodlasangiz ham bo'ladi. Buni приложениесini установка qilsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz yasasangiz ham bo'ladi. Bir tomonda koreyscha, bir tomonda o'zbekcha qilib yodlasangiz bo'ladi. Приложениесida o'zbekchasiga yoki koreychasiga yozsangiz rasmi bilan chiqarib beradi va undan tashqari so'zlariga misollar ham chiqarib beradi. O'sha misol orqali yodlasangiz ham bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi, misol uchun ovozingizni diktofonga yozib olasiz. Xohlasangiz koreyscha, o'zbekcha yoki bo'lmasa o'zbekcha, koreyscha qilib va uni eshitib yurasiz. Xo'p, uchinchisi, o'rtog'ingiz bilan birga yodlash. Agar ko'proq o'rtog'ingiz bilan birga yodlasangiz, har xil hazil-huzullar orqali yoki bo'lmasa o'sha vaziyatdagi bo'lgan holat orqali tez yodlab qolsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi o'sha yodlayotgan so'zlaringizni uyingizdagi jihozlarga bog'lab yodlasangiz bo'ladi. Misol uchun, men atrofimda kompyuter bor, sumka bor, termos bor. Misol uchun, termosga men kabang deb aytib qo'ysam, sumkamga misol uchun usan deyman. Va bitta qaraganingizda sumkaga qarasangiz, usan esingizga tushadi. Termosga qarasangiz, kabang esingizga tushadi. Mana shunaqa qilib yodlasangiz ham juda ham zo'r effekt beradi. Va yana bittasi bor, u o'sha so'zlarni yodlash jarayonida faqat yozasiz. Yozaverasiz va faqat yozasiz. Kimlardir eshitish orqali eslab qoladi, kimlardir yozish orqali eslab qoladi, kimlardir shunchaki qarab, ya'ni ko'z orqali ham eslab qolishi mumkin. Misol uchun, men o'zim har doim yozish orqali so'zlarni eslab qolishga harakat qilaman yoki bo'lmasa o'sha o'rtog'im bilan birgalikda yodlasam ko'proq esimda qoladi. Menimcha mana shular juda ham foyda bersa kerak. O'zingizga eng mosini tanlab olasiz bularni ichida va ana o'shanga moslashib olsangiz juda ham qulay bo'ladi. Flashkart ilovasini mana bu yerga rasmini qo'yib qo'yaman. Ushbu ilovani o'rnatib olsangiz juda ham foydali. Har xil foydali yana boshqa so'zlarni ham ko'rib chiqishingiz mumkin.